Mario Puzo cho'qintirgan ota yoxud mafiya sardori. Roman. Rus tilidan Tursunboy Adashboyev va Muhammadjon O'rinboyev tarjimasi. Toshkent. Yoshlar matbuoti. Mario Puzoning mashhur qilgan va adabiyot sahnasida uning nomini ko'klarga ko'tarishga sabab bo'lgan asar shubhasiz cho'qintirgan ota yoxud mafiya sardori asaridir. Bu asar million yillardan beri odamlar o'rtasida davom etib kelayotgan illatlar, bir-birini ko'rolmaslik, cheksiz boylikka bo'lgan hirs-adovat kabilarni ro'y rost ifodalab bergan. Shuningdek, amerikalik va sitsiliyalik mafiyachilarning kirdikorlarini to'la-to'kis ochib bergani bilan dunyo miqyosida ommalashib ketadi. Asar badiiy to'qimalarga boy bo'lsa-da, kitobxonni ortidan ergashtiradi. Demak, biz hurmatli kitobxonlarimizni ular intiqlik bilan kutgan asar mutolaasiga qayta chorlaymiz.